Bo'ldi qillaring ta'ziya bo'lyaptimi? So'nggi qo'ng'iroq kuni nimalar bo'ladi? Beparasat shimimni bosding. Bu o'sha 1-sinfda ishtoniga boplab qo'ygan o'rtog'ing. Sochimga tegma, mol. Bu esa 3-sinfda bitlab ketgan sinfdoshing. O'sha kuni qizlar palon menga yarashmagan makiyajlar qilib kelishadi va 10 minutdan keyin bu makiyajlardan asar ham qolmaydi. O'g'il bolalarning esa sochidan boshqa ishlov beradigan joyi ham yo'q. Aytgancha o'sha kuni sartaroshlar bilan salonchilar soqqan tagida qolishadi. Bolalar 1 oy ezilib raqs o'rganishadi, lekin tabiiyki o'sha kuni 4 kishi 5 xil o'ynaydi. Juda ko'pchilikni 11 yil davomida ushalmagan orzulari ham aynan shu kuni amalga oshadi. Davay, kim qoldi? Tez chiqaraylik. Bu kuni bitiruvchilar uchun nafas olish ham pulliga o'xshaydi va bu rasxod bayramiga uydagilardan pul olish ham azob. Yozishni jini suymaydigan qizlar bu yoqqa erinmasdan yozishadi. Maktabda qoldirolmagan izini sani ko'ylagingda qoldirmoqchi bo'lishadi. Sani xayolingdan esa faqat bitta narsa o'tadi. Uyda oyingga qanaqa qilib javob berish. Bitirish hammani xafa qiladi. Bolalar xafa bo'lmaylar. Ustozingdan tashqari. Menga qaranglar, hech kim yo'q bo'lib ketmasin, yig'ilib turamiz, xo'p? O'sha kuni hamma sinfdoshlar bir-birlariga xuddi shunaqa va'dalarni qop-qoplab berishadi. Nima bo'lganda ham 11 yillik jonajon maktabingni tashlab ketish oson emas va keyingi hayoting davomida uchraydigan har qanaqa do'stlaring hech qachon sinfdoshlaringdek bo'la olmaydi.